Assalomu alaykum, to'g'ridagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz namunalik yozuvchimiz Xolida Isroil yozgan Oltin kech romanini o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda Hadiyaning oliy maktab hayoti bilan o'rtoqlashib chiqqan edik. Endi davomini o'qiymiz. Uzunga so'zilgan issiqdan keyin tutilgan Urumchi havosi bir necha kungacha ichilmadi. Kun xuddi keselchan qiyri odamdek anda sanda chala bula ko'rinib qo'yibla jahonni talati sat bulutlarga tashlab yo'q bo'lib ketadi. Bulutning to'xtamay shakl o'zgartishiga agishib, yomg'ir goh simildab yog'sa, goh yerga tushishga oldirgandek sharildab to'kiladi. Bir pas yer osmonni bir olgan sharildigan ovoz tuyuqsiz to'xtab atrof aram baxish jimjitlikqa cho'miladi. Tuyuqsiz kul rang osmonning bir burjiga yirtilib, xanjar uchidek inchga uzun nur talalari zaminni bir pas yo'ritatida, hayal o'tmay yana bulutlarning orqasiga g'oyib bo'ladi. Xuddi g'oyat zo'r parnikdek zaminni o'rab turgan kul rang bulutlarning ostida yomg'irda yuyilib pokizlangan qator binolar, yo'l bo'yidagi jallanib parqirab ketgan dal daraxtlar, gulliklar, chimliqlar xuddi isil manzara rasmlaridek ko'zga tashlanadi. Xuddi sehrlanib qolgandek bu manzaraga qarab qitib o'ltirdim. Nima uchundir kichigimdan yomg'ir yoqqan kunlarda g'amkin o'ylar va hayajonga cho'milib qolatdim. Paklangan yer zamindan chaqmoq, guldirmama hidi kelib turgan shundoq paytlarda alayida bir ishlar yuz berdigandek g'alita tuyg'uda tinchsizlandim. Yillar bu tuyg'ularning rangini o'chirgan bo'lsa-mu, yo'q qilinmagan edi. İç bağrımdan kötürülgen susqina hasrat tumani çanaqlarımda, kirpiklerim ve cavgaylarımda çöküp duratdı. Köz aldımdaki manzara resim birdilla canlandı. Surat içidan tunuş bir qiyafet. 40 necha yoshlardagi zilva boyliq bir ayol chiqib keldi. Quyutilgan qo'ng'ir chechi murisida do'lqinlanib turadi. Badaniga chipta kelgan uchuq gullik ko'ngliki nahayt yarashqa edi. U murisiga esib olgan somkisining eg'irligidan sal yenicha bo'lib, harg'in, ushoq qadam tashlab mang'atdi. Yana bir qo'lida esilib turgan kullikining uchi yerga tegayla deb qolgan edi. Yo'l bo'lib ketgan nozuk to'pliyidan savzida qizg'uch put barmoqlari ko'rinib turadi. U mening qizim Munira edi. Bichoram, uningmi tas. Bir tarafda oila, bir tarafda xizmat. Yani bir tarafdan yaşangan ata-ana, qiyin ata, qiyin ana. Shularni o'ylab ko'nglim erib parishon bo'ldim. İchimda buningdan keyin uni akilib ber, buni akilib ber devermay, harakat qilg'ash o'zim alolaydiganlarimni o'zim alay yoki Mas'udga akeldiray deb o'yladim. U birinchi qavatdan chiqayotgan cheg'idila ishni ichib yo'liga qarab turdim. Kela qizim, birdam o'ltirib ol. Chiroying sarg'ayib qoptu. Qarg'anda charchab qopsan. Bundaq ketiversan qandoq bo'ladi? Odam deganning jini tumir bo'lmasa, deb tartib divanga o'tirg'izdim. Bir istakan meva sharbetini qo'liga tutqizib, eri, bolalarini, qiyin ota, qiyin onalarni so'rg'ash yinida o'tirdim. Qizim savollarimga qisqa javob berib bo'lib, "O'zingchi opa, o'zing qandaqroq turding? Uyqung yaxshimi? Dadamchu?" deb qaytirib so'radi. Bizning ahvolimizmi yomon emas. Mening uyqumni o'zing bilasan. Xolisa keladi, xolisa ketadi. Tutuvag'ili bo'lmaydi. Men seni obdan bilaman. Kichkina ish ichingga kirib olsan, necha kun uxlamaysan. Ba'zi ishlarni bek zig'irlab ketsan. Opa, mushu mijozingni o'zgarsang bo'ladi. Ba'zi ishlarni bulubmu mijozni o'zgartman debla o'zgartgili bo'lsa, naqadar yaxshi bo'ladi, ha? Men gap qilmay kulib qo'ydim. Qizimmu tozliq uyga kirib ketdi. U yerdan chiqib, ustalning oldiga keldi. U ustaldagi suratni qo'liga ilib, "Poh, opa, sening yosh vaqtlaring ekan-ku. Sen texi harbiymi bo'lganmi?
kiyimleringlar qaltis ekan. Avu quloqchanglarchu texi. Lekin sen bek umoq ekansan. Hillary Clintonning yosh vaqtlariga o'xshaydi ekansan. Bu yigitlarchu qarg'anda ular seni qo'g'lashayotganlar bo'lsa kerak-a? Yo'q qizim, ular mening saboqdoshlarim, ham yaqin do'stlarim. Bu surat oliy maktabda o'qiyotgan chog'larning xotirasi. Bu ayni yillardagi Xinjiang institutining oldi. Sizlar u chog'da qiziqqansizlar, opa. Hozirchu o'g'illarni do'stim desak, boshqalar masxir qiladi. Yurgan yigitimizni o'g'il do'stim desak bo'ladi. O'g'il do'sti jiq qizlarni boshqalar yomon qizlar deb qarashidi texi. Meningcha yanala sizlarning davringlar yaxshi ekan. Odamlarning ko'ngli nima degan hisob? U chog'larning yaxshi tarafimi bor edi. Sizlarning davringlarda ba'zi ishlar ta'turiga taraqqiy qildimi qandoq? U chog'larda ularmi boshqa qizlarni qo'g'lashib yuratdi. Meningmi yurayotganim bor edi. Ammo biz gapimiz bir yerdan chiqadiganligi, chiqisha oladiganligimiz uchun do'st bo'lgan. Biz doim billa yuratdik. Ammo ko'ngillarimizda zarracha boshqa niyat yo'q edi. Undaq bo'lsa yurgan yigitingning surati yo'qmi, opajon? Ala ko'rib boqayli. Dadam ko'rib qolgucha. Qizimning hayajonlangan turqiga qarab, beshimni chayqaganimcha kulib lekin darhol qopig'imni turib, "Opang bilan shundaq gaplashamsan, hayosiz. Menda boshqa surat yo'q. Mang, berib birdam uxlab ol", dedim. Qizim do'msayg'inicha divonga o'zini otdi. Men uning nimlanidir deb g'o'dirashlariga quloq solg'ach, so'mkadagi go'sht, ko'ktatlarni to'nglatquga silishga boshladim. To'nglatquni biror qur yug'ishtirib bo'lib chiqsam, qizim o'ltirgan yerida qing'iyib uyquga ketibdi. Xuddi kichik vaqtlardagidek. Topshiriqlarini ishlab bo'lolmay, yerib ketib uxlab qolgandek. Darhol beshiga yostiq qo'yib, ustiga nefis adyal yepib qo'ydim. Bichora o'z uyida qonqicha uxlayolmaydi. Qiyin onasinkida tiximi shundoq. O'z ota-onasinkida bo'lsimi uxlab olsin. Bizning mushunchilik vaqtimizda. Ayol o'tmay Mas'udmi qaytib keldi. U eshikdan kirib qizini ko'rdi-da, tevish chiqarmay hujrasiga kirib ketdi. Umu ko'nglida uzoqroq uxlab olsin degandi. U bolalarning ichida Munirani kichigida ko'p jafo tortgan deb e'tiborlaydi. Uning ustiga dunyoda chiroyimi, mijozimi bu qadar o'xshaydigan dada bolalar ko'p bo'lmasa kerak. Mas'udning vujudidagi erlarga xos qiyofatning qizining vujudida qandoqlarcha buncha nozik ayollik go'zalligiga o'zgarganligi kishini hayron qoldirdi. Mas'ud qizidan xuddi o'zining bebaho asridan zo'qlangandek zo'qlanadi va uni himoya qilishga har qachon tayyor turdi. Dada bola do'stlardek paranglashib ketsa gapi tugamaydi. Kechlik tomoqdan keyin dada bilan qiz yana odatdagidek parangga tushdi. "Qira dada, bolalarga darsni xanzucha o'tish menga bek ig'ir kelyotdi. Xanzucha so'zlasam bolalar tushunmagan. O'z tilimizda so'zlasam boshqalar yo'l qo'ymayotgan. Darsni xanzucha o'talmasanglar, o'rinni bekorlanglar deyotdi. Men u bir nima qilarman. Yeshi cho'ngroq, tajribalik, bir necha o'qituvchi botdi degina. Shularga bek tas bo'ldi. Anglashimizcha ularni baldir pensiyaga chiqarib yetadigan o'xshaydi." Milliy maktablarda xanzu tilida o'qishni yo'lga qo'ydigan degan gaplarni 3-4 yildan beri anglab kelayotgan bo'lsam-mu, o'zgarishning bu qadar tez ham keskin yetib kelishini xiyolimga keltirmagan edim. Chunki mening nazarimda bu undoq oddiy ish emas edi. Mas'ud sirtda yurgachga bu ishlardan xabari bordek qiladi. Shunga aldirab bir narsa demidi. Qizim o'rta maktabning matematika o'qituvchisi edi. Dadasining ta'siridan u kichigidan boshlab matematikaga qiziqadi. Oliy maktabdami matematikani tanlagan edi. U xanzucha til yoziqni xeyli yaxshi bilsimi, uni darsni xanzucha o'talaydi degili bo'lmaydi. Uchimiz 2 mo'ysbet, 1 yosh, 3 o'qituvchi bir-birimizga qarab jim o'ltirishib ketdik. Xeylidan keyin Mas'ud xuddi o'z-o'ziga so'zlayotgandek qilib:
Bu ishlarni rastla tushangili bo'lmadi. 60 necha yillik maarif, shuncha ko'p maktab, 100 minglagan o'qituvchi, tuzilgan shuncha ko'p darslik, ishlangan shuncha ko'p ish. Bir kundala qadrsiz bo'ldimi endi? Dedi. Dada, buningdan keyin bolalarimiz yaslidan tortib xanzucha o'qiydi ekan. Hukumat yezlarda xanzucha yaslilarni ichishga nihoyat ko'p pul ajratibdi. To'liq o'ttirni bitkizgan bolalar oliy maktablarning mamlakatlik bir tutash imtihoniga qatnashidi ekan. Bu hukumatning Uyg'urlarning ma'arif sifatini o'stirish, ishga o'rinlashish sharoitini yaxshilash yo'lidagi muhim tadbiri ekan. Hukumatningmi o'ylig'ini bordir. O'tgan 60 yilda hukumatning qo'llashi bilan bizning ma'arifimiz haqiqatan taraqqiy qilgan. Lekin hozirgi ba'zi ishlar hey, o'z tili, madaniyati asosida bo'lmagan ma'arifni qandaqmi ma'arif degili bo'lsin? Balalar o'z tilida o'qiyversa, hukumat xanzu tili o'qitishni kuchaytirishga ozroq pul ajratsa, hal bo'lib ketadigan ishlar edi bu. Tabiiy fan darslarini o'z tilida anglabmi, aron tushunadigan balalar xanzucha o'ssa tushunalarmi? Dedi Mas'ud yana. Mas'ud ikkimiz 1950-yillardagi sap ana til muhitida o'qiganligimiz, yaqinqi yillargacha ana til maktablarida o'qituvchilik qilib o'tganligimiz uchun hozirgi ishlarni tasavvurimizga sig'dira olmayotgandik. Bizning qo'limizda o'qib, xanzu tili, chet el tillarini o'z tilidek pishiq egallab, hukumatning muhim o'rinlarida, davlat ichi va chet ellardagi dongliq fan tadqiqot o'rinlarida ishlayotgan o'quvchilarimiz xeyli bor edi. Ana tilida yaxshi o'qigan bolalar boshqa tillarni nihoyat oson o'rganib olaydi. Uning ustiga hozirgi abjash bo'lib ketgan bolalarga silishtirganda, ular tafakkur va psixik safa jihatda ko'p ustun turadi. Bizning oilada bundaq ishlar to'g'risida doim munozara bo'lib turadi. O'tgan yakshanba kuni kichik o'g'lim kelibmi bir muncha talash tortish qo'zg'ayotgan edi. Boshliqining bir eg'iz gapiga chidamay xizmatidan istifa bergan bu o'g'lim hozir boshqalar bilan sheriklashib tijorat qilyotdi. Odatdagi vaqtlarda taksi haydab kirakashlikmi qiladi. Arada bir mezgil sodisi vayron bo'lib, xizmat o'rniga qaytib bormoqchimi bo'lgan edi, lekin har qatim masala pulga taqashganda Mas'ud unimay turib oladi. Bu hargizmi uning pulga chidamaganligidan emas, layoqatli o'qish bitkizgan o'g'lini mushundaq bir pul bilan xizmatga o'rinlashtirishga ko'ngli ko'tarmaganligidan edi. Men ba'zida uningga o'g'limizning bilim qobiliyati mushundaq zoya bo'lib ketarmi? Bizmi zamonga beqiproq ish qilsak bo'lmasmi? deydim. U menga hadiya, meni boshqalarga tushunmasin, senmi tushunmamsan? Biz qandaq aqida bilan yashagan, o'quvchilarimizga nima deb tarbiya bergan? Bo'ldi. O'g'lim halol amgiga tayinib jon boqsin. Qolganiga men bor. Men pul xashlab uni beqishga rozimanki, nafsoniyatchilarning oldiga bormayman, deydi. Uning bu ishini bildiganlar uni g'alit odam deydi. Bugungi kunda biz halol aqidamizda ching turganligimiz uchun g'alit odam hisoblanadigan bo'lib qolgan edik. O'g'lim taksi haydab yurib, jamiyatdagi har xil ish va har xil odam bilan uchrashganligi uchun ko'rgan bilgini ko'p edi. O'tgan qatim u: "Dada, opa, sizlar diqqat qildinglarmikin? Hozir Uyg'urlarning bir qismi musulmonlik davosini qilib arablashgil turibdi. Ularning orasida arabcha o'rganish, arabcha kiyinish, arabcha g'izolanish, arabcha chilim chekish moda bo'libdi. Yana bir qism ko'z oldidagi manfaatni ko'zlab, yana boshqa tillarda so'zlab, boshqacha kiyinib, boshqacha yeb ichib, o'ziga o'xshamaydigan bo'lib ketibdi. Biz Uyg'ur deb, Uyg'urning g'amini yeydiganlar qolmag'ili turibdi", dedi. Bu bizmi his qilayotgan ishlar bo'lg'achqa, hammamiz bir pas qaynashdik. Qaynashning oxiri Muniraga. Uning to'liqsizga chiqqan bo'lsa-mu, o'z tilida so'zlashni bilmaydigan qiziga.
uning yurish turishiga markazlashdi. Munira buningdan keyin qiziga uyda Uyg'urcha o'qish, yezish va so'zlashni o'rgatmoqchi bo'layotganligini bildirdi. Ammo Mas'ud beshini chayqab, "Foydasi yo'q. Uyda o'rgangan oz-to'la narsani maktabga beribla unutib ketadi. Uning atidan kechgacha o'qiydigan kitobi, anglaydigan darsi, yozadigan xati, tang tushlari bilan qiladigan parangi, uyda yerim kechagacha ishlaydigan topshirig'i boshqa tilda tursa, qizing yana ortiqcha bisimga bardoshlik beralarmi?" dedi. Menmu ichimda shundaqligini e'tirof qilsammu, undimidim. Hayotimning oxirgi yillarida bo'lsa-mu, navri qizimni yinimga akib olishni, ömürlük təcrübələrim, his tuyg'ularim bilan uni tarbiyalashni, bo'lsa, texmi ko'proq bolalarni tarbiyalashni, ularga o'zlarining madaniyatini, axloq, urf-odatlarini, go'zal ham madaniy bir til yeziqning borlig'ini bildirishni orzu qilatdim. Armonga tushliq darmon bo'lsidi qashki. Hammadan yomoni untuqoq bo'lib ketyaptiman. Qilayotgan gapim, qilayotgan ishim birdilla esimdan chiqib ketudi-da, kutmagan bir chaqlarda xuddi men bilan chaqchaqlashayotgandek paydo bo'lib qoladi. Lekin o'tmish, bakmo yiroqda qolgan bolalik, yoshlik chaqlarim adabiyotga, o'qituvchilikqa bo'lgan ishtiyoqim, darslikdagi hikoyalarni, she'rlarni tahlil qilayotganda jup-jup ko'zlarini yo'g'on ichib, sehrlangandek o'ltirib anglaydigan o'quvchi bolalarim. Her vaqt shunchalik aniq esimda. Odam qeyriganda ko'z oldidagi ishlarni unutib ketadi. Yosh vaqtlardagi ishlarda bo'lsa, aniq esida saqlay oladi, deyishatdi cho'nglar. Yillar aylanib, bu davr mening beshimga keldi. Mas'ud sirtqa chiqib ketganda, Munira yinimda o'ltirib, birdam dard to'kdi. Uning e'tiborli qizi cho'ng bo'lgancha ota-onasidan va ilgirki do'stlaridan yiroqlashib ketibdi. U odatda maktab formasini uchisidan tushirmaydi ekan. Uyg'urcha kiyimlarni, Uyg'urcha tomoqlarni yaratmaydi ekan. Apsi ilib bergan chiroyli kiyimlarni qo'liga ilib boqmabdi. Men yasitib bergan yoqut ko'zlik halqinimi bundaq maddu narsani taqsam, savodoshlarim masxir qiladi deb biror qitimi taqab boqmabdi. O'tganda janubdan dadisining tuqqanlari kelganda, ular bilan ko'rishishni xolamay, hatto uyga kirgilimi unumay, do'stining uyida yetib yuribdi. Uyg'urcha o'gitay desa, "Topshirig'im jiq, imtihonim bor. Uni o'rganganing nima foydasi?" deb turib oladi ekan. "Oppa, qandoqmi qilarman? Lola mening gapimni anglamasli bo'lib ketdi. Men uni boshqara olmas bo'lib qoldim. Sen bolalarni oson gapga kirgizalayding-ku. Menga bir yordam qilsang bo'ladi" deb Munira o'ksib yig'lab ketdi. Men qizim uchun sinab boqmoqchi bo'ldim. Bolalar tang tushlarining ta'siriga oson uchraydi. Yozliq ta'tilmi kelib qoldi. Loladek bolalardan bir nechini tepib, haftada 3 qitim dars o'tsak qandoq bo'lar deb o'yladim. Dars yolg'iz til yeziq bilan cheklanib qolmasligi kerak. Ashu bolalar bilishga tegishli nihoyat ko'p narsa bor. Ular mahrum qolgan ashu narsalarni bilgandila o'zining kimligini biladi. O'zining til va yeziqini o'rganishga havas qiladi. O'rgansimi esidan chiqarmaydi. Ularning ko'milib qolgan aql ko'zi, tafakkur yo'li yangi boshdan ochiladi. Ular sho'x, tetik bolalikni, asli holatini tepib oladi. Ammo bu undaq oson ish emas. Men bu vazifaning huddidan chiqa olmadim. Umr vayat o'qituvchilik qilib, yeshim 70dan oshganda bundaq bir to'p alohida o'quvchiga duch kelishimni o'ylab boqmagan edim. Chatoq yeri ular amdi turkumlab ko'paydi. Hatto hamma yerni qoplaydi. Ularni tarbiyalab bo'lish mumkinmi? Munira qaytib ketdi. Oshxonni bisiqtirib bo'lib, seqirab og'riyotgan bellarimni silg'inimcha balkonga chiqdim. Kulrang bulutlar texi tarqamagan edi. Havodan yomg'ir hidi kelib turadi. Yomg'ir kechicha yana xeyli yig'ib boqadigandek qiladi.
Yerim kechida esadab yig'lab uyg'onib ketdim. Yostiqlarim, chochlarim ho'l bo'lib ketibdi. Chidog'isiz azob ruhim ham tinimni tugman teshidek besib turdi. Titrab turgan qo'llarim bilan bosh tarafimdagi chiroqni yoqdim. Tushimda ko'ringan zaldek cho'ng uyni, o'ttirg'a qo'yilgan karvatni, oq kirliklar ustida mangulik uyquga ketgan uni izlayotgandek atrofimga aloq-jaloq bo'lib qarab ketdim. Yurakim asta-asta iziga tushdi. Shuncha yildan keyin o'z ayni takrorlangan bu azobliq eslamalar qayerdan keldi? U mening ruhimning cho'nqur qatlamlarida yoshirinib yotganmidi? Qizimning bir eg'iz savoli. Yurgan yigitning qaysi edi? deb qiziqib so'rashlari qo'zg'agan ta'sirmi bu? Amaliyotda u savolni nihoyat tezla unutib ketgan edim. Undaq savollar meni amdi hayajonlantirolmas bo'lib qolgan edi-ku. Xuddi pichirlab qilgan duolarimiz ijobat bo'lgandek, tasodifiy aytilgan biror eg'iz so'z olamning qayerdadir bir yerida, yiroq bir yulduzda, shirin tushlar ichida chimirlab turgan ruhlarning g'uva aslimlarida akis sada qo'zg'anmi? Balalik vaqtlarimdan tortib, menga cho'nqur ta'sir ko'rsatgan u yiroq tuqqanlarimizning O'g'uz ismli o'g'li bo'lib, mendan 2-3 yosh cho'ng edi. Kichigimizda ota-onamiz o'yin-chaqchaq qilishib, bizni bir-birimizga chetib qo'ygan ekan. Cho'ng bo'lgancha bu ish rasmiy tilga ilinadigan, O'g'uzning ota-onasi kelinimiz deb mening izdak so'rig'imni qiladigan bo'lib qilishgan edi. O'g'uz boshlang'ich maktabni bitirgandan keyin Toshkentda Rus gimnaziyasida o'qidi. Har ta'tilda qaytib kelganda ota-onasi bilan birlikda bizning uyga mehmon bo'lib keladi. Cho'nglar o'zlarining parangiga tushib ketganda O'g'uz inim bilan meni va mahaldagi boshqa bolalarni yig'ib Rus maktablaridagi o'qituvchilari do'rab bizga dars o'tadi. Yoki bizga har xil o'yin o'rgatadi. Ana shuning uchun inim ikkimiz ta'tilning tezroq kelishini va uzunroq bo'lishini tilaydik. O'g'uz gimnaziyani bitkizib qaytib kelgandan keyin Urumchiga o'qishga ketdi. Orqadan menmu o'qishga keldim. Men institutning 1-yilligini bitkizganda u maktab bitkizib, o'z maktabida o'qituvchilikqa belgilangan edi. Shu qitimqi ta'tildan boshlab u menga boshqacha muomala qiladigan, ushshaq sovg'atlarni taqdim qiladigan bo'lib qolgan edi. Bu ish tufayli mahallamizdagi ilgari meni ko'zga ilib ketmaydigan yigitlar menga diqqat qilishga boshladi. Qizlarmi menga havas qiladigan bo'lib qilishdi. Chunki O'g'uz egiz bo'y, suz, qo'ng'ir choch, yeshilga mayin ko'zlari odamni aymantiradigan, qalmashqan yigit edi. Hammadan muhimi, u mening nazarimda nihoyat bilimlik, ko'p ishning tagiga yetalaydigan, cho'ng odamlardek adab qoidalik, o'zini tutishni biladigan alohida bir inson edi. Kichigimdan olgan tarbiya tufayli Urumchida biz ko'p ko'rishmaydik. Uning ustiga men uningdan qattiq aymanatdim. U meni izlab kelsimu, sirtda bir necha eg'iz paranglashibla yotog'imga qichib kirib ketatdim. Ba'zida savoqdoshlarimning masxara qilishidan qo'rqib, oldig'imga chiqmaydim. Ammo pushaymon qilganimdan kechicha ko'zimga uyqu kelmay qoladi. 2-yillikning yozliq ta'tilda u meni rasmiy qo'g'lashishga boshladi. Ochilarim menga o'zlari muhabbatlashib yurgan chog'larida kiygan ko'nglaklarini kiydirib, chochlarimni egiz o'rib, bantilab qo'yatdi. Men yuzimga upa yuzmay surishni bilmaydim, ham xohlamaydim. Ular zo'rlab yuzimga yuzmay, upa, lavlarimga lav surib, meni qiyin ahvolga tushirib qo'yatdi. Talog'i chiqibla yuzimni qo'l yog'lig'im bilan surtib etdim. Lavlarimni tishlab qizil bo'yoqni chiqarib etaman deb texmu qizartib etdim. O'g'uz kunda tushdan keyin meni izlab keladi. Ikkimiz nahiya bozorini bir aylanib etib, kitobxonaga kiratdik. Ishkoplarga tizilgan Sovet ittifoqida nashr qilingan qattiq muqobil kitoblarni ilib, varaqlab boqatdik. Ba'zilarini bir necha bet o'qiydik. O'g'uz kitob sotquchi qizlardan qandoq yangi kitoblarning chiqqanligini so'raydi.
Toshkent kitobxonalarida kitoblarning naqadar jiqligini so'zlab, ularni og'ziga qartib qo'yatdi. Ba'zi kunlari daryo bo'yini aylanatdiq yoki biror salqin joyda paranglashib o'tiratdiq. Qarong'i tushishdan burunla u meni uyimga akilib qo'yatdi. Ta'til tushishga oz qolgan kunlarning birida u menga: "Hadiya, sen kelar yili 18 yoshga kirsan, ikkimizning to'y qilishiga hech qanday to'sqinlik qolmaydi. Sen o'qish bitirganda ikkimiz birlikda janubdagi yiroq yezlarga ketib, o'qituvchilik qilayli. U yerlar bizning yoshlarning berib ishlashimizga muhtoj", dedi. Men birdilla qo'rqib, nima deyishimni bilmay qoldim. U menga texi rasmiy talab qo'ymagan edi. Ikkimiz azaldan muhabbat haqida paranglashib baxmagan edik. U chiroyimga qarab, ko'nglimdagini bilib oldi bo'lg'ay. "To'xta, oldi bilan men sana to'y taklifi qo'yay hadiya. Sen men bilan to'y qilishni xohlamsan?" deb so'radi. Men texim huduqib: "Sen meni rostilla yaxshi ko'ramsan?" deb so'radim. "Saran qiz, seni yaxshi ko'rmasam, atrofingda shuncha parvon bo'lib yuratdimmi? İzlab borsam oldimga chiqibmi qo'ymaysan taxi. Lekin men seni ko'rmasam turolmayman. Seni ko'rib, ovozingni anglash uchunla yana seni izlab borman. Ba'zida seni xijil qilib qo'ymay deb, maktabingning atrofida aylanib yurib, ketib qolaman", dedi. So'zining oxirida yig'lab yotgandek ovozi titrab ketdi. Shu chaqda nemishqidir o'zimni tutolmay yig'lab ketdim. Yig'lab ham titrab turib: "O'g'uz, men seni yaxshi ko'raman. Sen bilan billa dunyoning chetiga berishqimi rozi bo'laman", dedim. Shuningdan keyin bizning munosabatimiz rasmiylashdi. Urug' tuqqan, tunish bilishlar hammasi degudek. Bo'y-bo'yiga, xili-xiliga keptu, nima degan qalmashqan bir juftlar ha, deyishdi. O'g'uz ikkimizning ishini maktabdagilarga aytmagan bo'lsammi, ularning bilib olishiga ancha uzoq vaqt ketmadi. Qizlar: "Hadiya, seni doim darvoza oldida saqlaydigan yigit kim u? Akang bo'lsa bizga tunishtirib qo'yg'in jinim", deyishib meni teriktiratdi. O'g'uz ikkimiz muhabbat qaynamiga g'arq bo'lgan edik. Bu insonning 18-20 yoshlarida bo'ladigan, mangu qaytlanmaydigan shunchalik sof ham cho'nqur muhabbat edi. Odam faqat ashu davrlarda muhabbat uchun ikkilanmay jinini pido qila oladi. Muhabbat uchun majnun bo'lib, cho'l bayovon, tog'u dashtlarni kezatdi. Klassik muhabbat dastonlarida tasvirlangani dal shu yoshdagi qiz yigitlarning muhabbati edi. Bu xuddi O'g'uz ikkimizning muhabbatiga o'xshaydi. Biz haftada 2 qitim kechlik tomoq vaqtida ko'rishatdik. Ko'rishish o'rnimiz buloq beshidagi bir choyxona edi. Bir-birimizni ko'rilish uchun bo'ron yomg'irlardimi, qahriton qishning qor shivirg'anliq kunlaridimi, og'rib holimiz qolmagan chog'lardimi bu choyxonaga bormay qolmaydik. Choy ichgach, oldirab tenab, o'tda qizg'inlik bilan chala-bula paranglashibla ayrilishga majbur edik. Chunki men kechlik muzokaraga ulgurib, maktabga qaytishim kerak edi. Yakshanba biz uchun bakmu tasda keladigan ham bak tez o'tib ketadigan alohida bir kun edi. Biz ko'pincha piyoda minib, Ulanbay tarafga boratdik. O'g'uz buni chiniqish ham paranglashishning eng yaxshi usuli deydi. Ikkilimiz non, qeza, pechine, pranik, choy ilib herib qolganda biror yerda o'ltirib g'izolanatdik-da, yana yo'limizga ravon bo'latdik. Ulanbayda tog'lar orasidan sirg'ib chiqqan jira suyining bo'yida büyük baraqsan qirchin tallar o'sib ketgan bakmu manzirlik bir joy bor edi. Ikkimiz süpsüzük suvni kechib, ushshoq, rangdor toshlarni izlaydik. Shu yerlarda O'g'uz menga Pushkinning she'rlarini deklamatsiya qilib bergan. Tolstoy, Chexov, Dostoyevskiy, Yesninlarning muhabbat turmushi, Mozartning bakmu sirliq hayoti va o'limi to'g'risida so'zlab bergan edi. U ajoyib notiq edi.
Көзлерден вал-вул от чaqnatib so'zlayotgan chaqlarda o'zimni unutib ketetdim. Tezrek o'qish bitkizib, ikkimiz doim billa bo'ladigan kunlarning kelishini to'rt ko'zim bilan kutatdim. Men ashu kunlarni o'ylasam, hozirmi baxt tuyg'usiga cho'milaman. Yaratquchining menga shu qadar unutilg'isiz, shirin, muhabbatli kunlarni shu qadar ajoyib his tuyg'ularni ato qilganidan minnatdor bo'laman. Oğuzning tasodifiy o'lim xabarini anglab, u yerga qandoq borganligimni eslayolmayman. Faqat uning kengri bir uyning o'ttirsidagi karvatda engiga chetilgan holda yotganligini ko'rgunim, beshim qayg'andek bo'lib yiqilib tushgunim, oq ro'molliq bir necha ayolning kelib meni yulib olganligi esimda. Keyingi haddi hisobsiz qayg'uliq ish, üzük ko'rinish, aslima meni qiynab tirik mo'rdiga aylantirib qo'ygan edi. Men butun kuchim bilan o'limga va o'zimni nobud qilishga intilatdim. Hayotdan bezor bo'lgan edim. Uzun kuz va qishni azob va o'lim bilan ilishib o'tkazib, 2-yili bahorda Urumchidagi bir o'rta maktabga ishga tushdim. Men o'zimni shunchalik ojiz, yegona sezatdim. Bu shaharda dardimni to'kkudak yaqin urug' tuqqanim yo'q. Savoqdoshlarim bo'lsa, o'qish bitkizib taraf-tarafga ketishgan. Darsdan tushibla qildigan ishim Oğuzning qabrisini yo'qlash edi. Qabristonlik bu shaharda meni jalb qildigan birdan-bir makon bo'lib qolgan edi. Gaj bilan qo'pirilgan qabriga yuzlanib, enigimni yulab, yerda o'tiratdim. Qayg'u chiroy odamlarning mukchiyib kelib, yana mukchaygincha ketib qilishlariga, qushlarning purruda uchib kelib, don terib yeyishiga, yana purruda uchib ketishiga qarab soatlarni o'tkazatdim. Ba'zida bo'g'ilib turib, "O'g'uz, men bu yerda, sening yiningda" deb pichirlaydim. Shuncha yosh, jo'shqin, go'zal bir hayotlikning ko'zni yumib ochqicha bu dunyodan ayrilib, qora tuproqning ostiga kirib ketishini zodila aqlimga sig'dirolmaydim. Mushu ishlarning hammasi rostla yuz berdimi? deb o'ylab, beshim, put qo'llarimni tutib chimdab boqatdim. Bularning tush bo'lib qilishini, uyg'onib O'g'uzni yinimda ko'rishni shunchalik orzu qilatdim. Ammo bu tush emas edi. Quyosh porlab turardi. Yupurmoqlar tuman ming xil ohangda shivirlaydi. Qabr atishiga yozilgan xatlar ko'zga aniq tashlanib turardi. Ba'zida menmu o'lib ketsam, O'g'uzning yinida, zangar osmonning tagida, daraxtlarning soyasida orom olsam, naqadar rohat ha, deb o'ylaydim. O'zimni nobud qilish istagi yana vujudimni egallab oladi. Hozir o'ylasam, meni ashu yo'ldan saqlab qolgani o'quvchilarim ekan. Ular menga shunchalik amroq edi. Balalik ko'ngillari bilan meni tushunadi. Har xil amal bilan meni xushal qilishga tirishadi. Menmu ular bilan billa bo'lganimda g'amlarimni unutib, ko'nglim illib, ruhlanib qolatdim. Ana shuningdan keyin men balalarning qalbi cho'nglardan sezgur bo'lib qolmay, ularda qilcha mudaosiz fidokorlik va tulib tashqan his-tashliq bo'ladiganligiga ishonib keldim. Va bu tuyg'umda hech qachon xatolashmadim. Shunday qilib, bu romanni o'qishimiz bu yergacha bo'ldi. Kelar qatim ko'rishaylik, xayr qo'yish Allohga omonat.